Endi Puxavi degan bu kishi Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvan komitetining mas'uli bo'lib turgan kishi ekan. Bu loyihani Puxavi degan kishi yozgan ekan. Endi o Puxavining loyihasining bir daraja yuqori bo'lganligini bayqaganda konkretlashtirganligi so'zlaydik. Endi nima deydi? Puxavi bu odamning loyihasining yadrosi Amerika tarafining bir jungo siyosatiga amal qilishi deydi. Yer şarı vaqt gezit Jungo Palla Akademiyası Tayvan Tadqiqot Institutining tadqiqotchisi Wang Jianminning so'zlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Tayvanda 5-ayning 20-kuni siyosiy hokimiyat almashadigan halqiliq paytda Amerika 6 turli kapolatnomani qayta sharhlab Tayvan mustaqillik harakatiga yurak ato qildi. Bizning bu ikkinchilik şeyimizde nima deydi hozir? Yer shari gezdi Jungoning gezdi, Jungoning gezdi shunday deb nima deydi? Tayvan mustaqillik harakatiga Amerika yurak ato qildi deydi. Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin bir necha navbatlik Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining umumiy siyosati ikki qirg'oqning muqimligini saqlash, Tayvan Jungoning muqimligini saqlash osida bir Jungo siyosatida ching turib, ikki qirg'oqning qo'l tutishib, hamkorlashishiga ilhom berib, Tayvan mustaqillik harakatini xeli darajada tizginlab, shu kunlarda Amerika başdan oxir Jungoni islohot elib boradigan sherikimiz deb qarab, Jungo bilan qurilish xarakterlik munosabatni saqlab qolishni umid qiladi. Demak, hozirgacha Amerika Davlat Majlisidagi 6 turlik kapolatnoma qayta sharhlanguncha bo'lgan oraliqda Jungo Amerika hukumati shunday siyosatni saqlab kelgan edi deydi. Bugun Amerika Davlat Majlisining 88-nomerli qaror loyihasini ma'qullaganligi Amerikada qonun chiqarish organlari a'zolarining negizlik ideyasi va fikr aqimida o'zgarish bo'layotganligidan darak berdi. Amerikada qonun chiqarish a'zolarining ideyaviy fikr o'zgarish bo'layotganligidan darak berdi. Hamda davomli ma'muriy qatlamga Oqsaroyga besim ishlatib, o'zlari bilan birdek maydonni saqlashga, garchi bu oraliqda elishish bo'lsa-mu, birdeklikni saqlashga ishiltidiganligidan darak berdi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Amerikaning siyosiy sistemasida eng oxirgi qarorni belgilashga huquqli organdir. Shuning uchun ko'rib olishga bo'ladiki, Tayvan masalasi uzun o'tmay Amerika bilan Jungoning siyosiy ko'rishida bir yangi qiziq nuqtaga aylanadi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Amerikaning siyosiy sistemasida eng oxirgi qarorni belgilash huquqli organdir. Davlat Majlisi eng oxirgi siyosatni belgilash huquqli organdir. Shuning uchun ko'rib olishga bo'ladiki, Tayvan masalasi uzun o'tmay Amerika bilan Jungoning siyosiy ko'rishida bir yangi qiziq nuqtaga aylanadi. Amerikada qonun turg'izuvchilarning yana bir qatim Tayvan masalasini o'ylab qolishi, Tayvan mustaqilligi harakati tarafdorlarining haydakchilik qilishidan bo'lgan ish emas. Balki Jungo tarafdan kelgan qo'zg'atishdir. Amerikaning Tayvan siyosatida halqiliq o'zgarishni Jungodagi siyosat o'zgarishi keltirib chiqadi. Bo'libmi Jungoning ichki tashqi siyosatining yuzlanishi, jumladan tashqi siyosatining yuzlanishi, muhimi Jungo qaysi yo'lda menish kerak va qanday tashqi siyosat yurgizish kerak degan masalalar keltirib chiqadi. Demak, bugun Amerikaning pozitsiyasi, agar pozitsiya deyilsa, yuqori qishlarni buning hammasini Jungoning ichki tashqi siyosati keltirib chiqadi. Jungoning yangi rahbarlari yaqindan beri Jungoning atrofida egilik huquq talablarini o'ttirib qo'ydi va harbiy mavjudlikni kuchaytirdi. Aral xatataşlarını yasab harbiy o'rinlashtirish elib bordi. Atrofdagi davlatlar bilan egilik huquq talash tortishlarda qarshilashish vaziyat yaratdi. Sharq Janubiy Osiyoda kollektiv norozilik qo'zg'adi.
Bunun en mühim ifadesi şu oldu ki, Cungo'nun garizden korkan ahval asada, bu devletler bu rayla Amerika'nın Asya'ya kayıtıp gelişini paal çakırık kıldı, kayta talep kıldı. Cungo'nun umumiyüzlük çekleşini talep kılıştı. Şunun bilen bile Cungo'nun yüzünüşü Asya Tinç Okyan rayında Amerika'nın stratejik menfaatiga intayin zor xires peyda kıldı. Demek Cungo mühnap vaziyetini yarattı. Amerika'nın Devlet Meclisi Avam Palatası Tayvan doğrusu yukarı karar layığını makullu dedi. Amerika Devlet Meclisi'nin 88. numaralı karar layığını makullaşıp, Cungo'nun siyasi ve teşkil siyaset özgürlüğüne Amerika'nın astaydil muamele kılgallıkının yeni ifadesidir. Şundaqlı yana bir qatam Tayvan meselesini Cungo bilen işkilemçi soğuk münasebetle uruşu elip berişte moyum kuralga aylandırışının ifadesidir. Şundaqla yana bir qatam Tayvan meselesini Cungo bilen işkilemçi soğuk münasebetle uruşu elip berişte moyum kuralga aylandırışının ifadesidir. Növbette Asya Tinç Okyan rayında xalqara münasibetlerini arıq görünüş kılganda Amerika'nın Tayvan müstakillik hareketiga yarı yülek bolup Tayvan müstakilligini ilgiri sürüşü Amerika'nın menfaatiga herkes mas kelmeydi deydi Abdur Dingdong Efendi. Hürmetlik Dingdong Efendi, Amerika'nın devlet menfaati nime? Siz bana logikalik yo'sinda bir aytib bering. Mesela Tayvan müstakillik yoluga mangan bolsa, Amerika'nın devlet menfaatiga qanday qiladi? Mesela Tayvan'ın müstakilligini cheklasa, Cungo'nun menfaati, Cungo'nun meydanı tutsa bu Amerika'nın devlet menfaatiga qanday qo'ygan? Dingdong Efendi bir logikalik falsafiy hukm bilan men bir tushuntirib qo'yingchi. Zodi nima? Amerika Qo'shma Shtatlarning devlet menfaati degan so'z sizning qalamingizni zodi nima?